Assalomu alaykum mani kuzatuvchilarim. Mana navbatdagi libosimiz uchun dublerini olib, mana shunaqangi andoza yasab oldim. Buni однотоновый matoga qo'yib olamiz. Buning uchun oldi ochilishiga 8 cm eniga olindi. Oldi ochilishi eniga yelka kengligini olib, qiya shaklda tushib oldim. Va mana bu tushadigan joyini 16 cm qilib oldim. Kaketka uzunligini 28 cm edi uchini o'lchagan joyim. Hozir men 30 cm qilib oldim, kirish haqlari bilan birgalikda. Hozir buni qirqib olib, однотоновый matoga yopishtirib olaman. Mana oldini ikkalasini birgalikda uyib olamiz. Hozircha oldiga tegishmaymiz. Matomizni to'nishiga qarab qizlar qo'yib, tekis joylashtirib, dublerini qo'yib, sekingina yopishtirib olamiz. Mana qizlar yopishtirib oldik. Ana endi buni qirqib olamiz. Mana shunaqangi bizada chiroyli kaketka hosil bo'ldi. Mana qizlar matomizni bu kesilgan, bichib olingan oldi qismi, mana bu esa tepadagi однотоновый matosini qo'yilishi. Shunday qilib o'rtasini topib olib, qo'liga ko'klab chiqib tikib olinadi. Mana naqshlariga ham e'tibor qilinglar. Naqshlari hammasi o'rtasidan kelib boshlanib bichilgan. Manaki ko'rinishi mana shunday turishda bo'ladi.